Kechki payt Jizzax chiroyli qizlari, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Bitta savol bersam bo'ladimi? Siz taqvodor, namozxon bolaga turmushga chiqqan bo'larmidingiz yoki yevropeyskiy boy bolagami? Конечно, yevropeyskiy boy bolaga chiqaman. Oyu! Qizlar, sizlar nimadir deylar. Sizga yana bitta savol bersam ma'lum? Mashinadan tushib olaman. Kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib yuboringlar. Bu qizimizga hozir. Arziqulov Instagram sahifamga obuna bo'lganmisiz? Bilmadim, eskisiga obuna bo'lgandim lekin. Qani bitta ko'raylikchi. Tekshirib ko'raylikchi qani. Arziqulovmidi? Va mana shu yerda chiqdi o'zi. Voy, obuna bo'lgan ekanlar. Gap yo'q. Ismingiz nima? Madinasmi? Qayerdan? Hamidorov. O, Madina qizlar. Chiroyli bo'ladi. Keling, sizga bitta sovg'a beramiz. Mashinam orqasini bitta o'zingiz ochasizda. O'zingizga yoqgan bitta sovg'ani tanlab olasiz. Kelishdingmi? Mana shu yerdan ochiladi. O, Madinaga qanaqa sovg'amiz olar ekanlar endi? Quyonchami? Voy, Madina ismli qizlarga quyon teddilar yoqadi ekanda. Bu bo'yingiz bilan degan ekan-a? Gap yo'q. Qizlar, sizlarga qanaqa yigitlar yoqadi yo qanaqa yigitga turmushga chiqqan bo'lardingiz? Taqvodor, namozxonmi yoki yevropeyskiy puli ko'p bolami? Yozib yuboringlar. Rahmat. Xursandmisiz? Charchaning. Ketdi video hamma tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Go.